sizlarga big lever o'rgataman. 5 minutda o'rganib olsa bo'ladi. Prosta videoni bitta joyga qo'yib o'rganamiz. Tayyorlar. Shunga ko'rasizlar. Leverga turib olasizlar. Keyin tortishga harakat qilasizlar va sразу bu yoqqa o'tkazasizlar. Pastga shuni tayyorlaysizlar. Keyin mana qilib oyoqni chiqarishga harakat qilasizlar. Bu necha past qilaydi, qachon qilaydiz bo'lmaydi. Bu farqi yo'q, qachon qilsa ham vaqtida qilib ketaverasizlar. Qachon bo'lsa ham vaqt topsalarni qilib ketaverasizlar. Oyoqni bittasini cho'zishga harakat qilasizlar. Bittasini bukib. Keyin shu tarzda davom etasizlar. Keyin bitta narsa esdan chiqmasin do'stlar. Bu kanal yangi, shuning uchun obuna bo'lib, videoga like bosib kuzatishni esdan chiqarmaymiz. Keyin yangi videolarni ham yanada chiqarib sizlarga o'rgatishga harakat qilaman. Keyin oyoqni tepadan tushirib kelasizlar. Bir oyoqdan. Keyin ikki oyoqni yoyishga harakat qilasizlar. Tuttirmasizlar. Iloji boricha ushlashga harakat qilasizlar. Haykalisizlar. Mana bunday. Yoki qo'lda mana buni qilib oldi. Keyin biz qarashki bitlever, ya'ni mana buni qo'yamiz.